O'g'lim, o'qishga kirish uchun odamlar bitta mashinani pulini sarflashayotgan ekan. Bizda bilasan, pul ham, mashina ham yo'q. Men ularsiz ham uddalayman akam. Bu mening orzum edi. Sen sotib olgan o'rningga aslida men loyiq edim. Essiz uyqusiz o'tgan kechalarim, izlanishlarim, essiz. Sen bu shijoatni qayerdan olding? Davlatimning ustuvor qonunlaridan. Korrupsiya jimlikda kuch topadi. Har bir ko'z yumish unga ozuqa beradi. Lekin men endi jim bo'lmayman. Kelajak meniki. Uni kim nazorat qilsa, kuch o'shanda. Pora olish, ya'ni davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi mansabdor shaxsining o'z xizmat mavqeidan foydalangan holda sodir etishi lozim yoki mumkin bo'lgan muayyan harakatni pora berayotgan shaxsning manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga shaxsan o'zi yoki vositachi orqali qonunga xilof ekanligini bila turib moddiy qimmatliklar olishi yoxud mulkiy manfaatdor bo'lishi, bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravardan 100 baravargacha miqdorda jarima yoki muayyan huquqdan mahrum etilgan holda 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.